davlat tili öğrengichlarning ko'pinchisi öğrenganlari kitobdan qoldi, o'g'iz tilida ifodalamaydi. Undaqda bularning shu kitobda öğrenganlarining hech qanday foydasi yo'qmi? Gap qilamaganlik uchun. Unda emas, do'stlar. Amniyatda shu kitobdagi bilimlar bizning shu asosimizni puxtlab mangdigan bilimlar. Vaqti kelsa, siz o'zingiz tuymaylanmış kitobda o'rganib olganingiz og'zingizdan chiqib ketadi. Lekin yanılan ehtiyojni qondiramayotgan shu kitobdan o'rgangan bilimlaringiz, so'zliklaringiz bo'lsin, ehtiyojni qondiramayotgan ahvol borda. Undaqda buni biz qanday qilamiz deganda, yanılan kitobning o'rganishni biraqlam tashib etib, biraqlam parang'i tushib kelsa o'rganib keta oladigan ish yo'q. Nurg'uninglar men izlabsizlar. Men kitob ko'rmasam, yazışını öğrenmesem, gap qilishni öğrensem bo'ldi deb. Shu hammalarning maqsadi gap qilishni öğrenish bu yerda biz bir imtihon bermaymiz. Faqat shu til jihati ravon bo'lsak demakchi, hammalarning maqsadi shu. Biroq nima uchun yozimiz, nima uchun kitob ko'ramiz deganda bu so'zliklar o'rganadigan so'zlik chiqib bo'lgandan keyin yozish orqali taqdimmi bek esimizda qoldi, ham farqlantirib o'rganamiz deydigan gap bor bu yerda. Shuning uchun men taqi bir narsa bilmaydigan Mesela aran 2 kishi so'zlik bildigan, 4-5 so'zlik bildigan, biror tal kitobni boshdan oyoq bir tugitib, davlat tilida o'rganib baxmagan o'rganuvchilar ma ham xiyolda bo'lmanglar. Chuqum asosinglar bo'lmasa bu gap qilolmaysizlar. Xuddi ömlashni bilmay turib uchmaydiganga o'xshasam ish bu-chu. Shuning uchun meni izlab ahvolinglarni bayon qilgandan keyin men mana ahvol ekansiz, mana o'rganish qildikansiz, 5 mancha man o'rgangansiz, keyin mana o'rgansangiz bo'ldi desam, adab shu buch mansalar bo'ldi. O'zinglarning gapini qilib, bu yerda ustadlik qilib vaqt o'tkazgicha bir xat bo'lsin o'shiq o'rgansanglar oldiga qarab mansizlar degan gap. Endi Muşu kitap, nurg'un kitoblarni o'rgangan lekin teshik chiqib ifodalanmayotgan do'stlarning masalasi nima deganda, bu parang qilmagandan keyin, o'rganganni shu zaman ishlatmagandan keyin ko'milib qolgan ahvol bor. Lekin halqiliq payt kelganda yana deyalish mumkin. Ondan shu chaqda, "Voy, palonchaqda kitobdan ko'rgan gap deyaldimi, xil bildikanma" deb shu chaqda bilsizlar uncha. Lekin bu ahvolga biz aslida kuchimsak bo'lmaydi. Chunki biz bu kitob qarab o'tirmaymiz, bilganimizni cho'qim teshimiz chiqarish kerak. Unda qanday qilamiz deganda, bu qatimliq darsimizda ilgirki o'xshamaydigan holatda, ya'ni shu qurilmani o'rganib, bu qurilma nima uchun shunday qurilma bo'lib qolgan, har bir so'zning grammatikalik roli nima? Mushni aydınlaştırib olgandan keyin shu qurilmaga tushirib, turmushga yaqin bo'lgan jumlalarni tüzəlaydigan bo'lgandan keyin ondan shu gaplarni yana turmushdagi parang'i birlashtirib qila oladigan bo'lmoqchi. 3 oylik o'rganishga qatnashsa, ortiq gap qilishning hojati yo'q. Ham davlat tilida saviya oshsam bo'ladi deydiganlar o'rganishlar bo'lsanglar, boshqa undar nomer bor. Menga qashlab uchirqsanglar bo'ldi yoki nomerlarni bevosita qoldirsanglarmi bo'ladi. Ma hozir men degandek ahvoli bir qism kitobni az deganda bir qism kitob tugitib bo'lgan, bildigan so'zliklari jiq, grammatikani bir o'rganish o'yi bor, hamda bir parang qila olsam bo'ladi deydigan o'rganuvchilar 3 oy, yarım soat, 1 soatgacha vaqtni o'rganishga chiqara oladigan o'rganuvchilar menga darhol uchur qilinglar. Bu darsimiz kollektiv holatda ilib berildigan, parang qildigan bunda dars bo'lg'ashqa biz o'ttirliqda odam akirmaymiz. Cho'qim shu 3 oy yeb qolatlamkin ilib boramiz. Shunga fursatni ching tutib bo'lgan yana bir qurilmani o'rganib olaylik. Yana yinyo, yixang degandek ma'qul ifodalash nimani bildirdi deganda, yo'l manganda irg'anishib mengish, yo'l manganda ikki taraf dajib mundaq mengish deganda bildirdi. Masalanga, 他走路一扭的可能是腿有问题dedi. 他走路一扭的可能是腿有问题. U yo'l manganda to'lg'ishib mangdi. Belki putida masala bo'lsa kerak. Shva niyo degan yerda to'lg'imoq degani bildirdi. Yinyo da to'lg'ishib mangdi. 可能是腿有问题. Belki putida masala bo'lsa kerak. Yana masalan, 我怕黑一蹭一蹭的跟在妈妈后面。我怕黑 men qorong'udan qo'rqaman. Shunqanda 一蹭一蹭的 işte surkishib qana qildim. 跟在妈妈后面 opamning kayniga ergashdim deb miyatga tsang degan surkishish deganni bildirdi. Ya'ni 一蹭一蹭的 surkishib opamning surkishib mangdim demakchi. Yana masalan 一晃 degani ma'ni ko'p ishlatamiz. Yani irg'anish deganni bildirdi. 小孩刚学会走路，一晃一晃的。小孩刚学会走路，一晃一晃的。Bu bola yo'l mengishda amdi o'rgangan, qanday irg'anishib mangdi, tayib to'slab mangdi deganni bildirdi. O'rgan oldinglarmi? 一蹭一蹭，一晃一晃，一扭一扭。Hammasi shu yo'lga manganda irg'anishib mengishni ko'rsatdi. Turmushda bir narsani shuni isbatlamoqchi bo'lsak yoki shuni demoqchi bo'lsak, ishlatsak dal joyida ishlatgan bo'lamiz, do'stlar. Mazmun yaratgan bo'lsa, do'stlar, yurak berib saqlab olishni unutmanglar. Atrofingizda davlat tili o'rganish ehtiyoji bor do'stlaringlar bo'lsa,